barchaga bugungi 14-yanvar Vatan himoyachilari kuni bilan barchani tabriklayman. Iloyim, vatan himoyachilarimiz baribir erkaklar degan bilan orqasida bari ayollar turadi. Mana bugungi tadbirimiz ham bunga misol. Shunaqami erkaklar? Xuddi shunday ayniqsa vatan himoyachilarimizni hammamiz bitta vatanda yashar ekanmiz, hammamiz vatan himoyachisiz. Ayolmi, erkakmi? Shu munosabat bilan chiroyli qilib bugungi mana sababchi bo'lib, bugungi bayramni chiroyli o'tkazayotgan ayollarimizga bitta qarshi ochasiz erkaklar. Oxirgi paytda juda ko'p aytyapman, tizimimizga ko'z tegmasin. Kim nima desa bizni tizimimizda tizim yo'q. Haqiqatda uyushqoqligi bilan hammamizni birdamligi bugungi misollar. Juda chiroyli bo'lyapti. Ayniqsa doim ta'kidlayman, ayollarimiz alohida hammasini o'rnida. Hamma ayollarimizga ko'z tegmasin. Bundan keyingi ishimiz mana 24-yilni boshlab oldik. 24-yilda ishlarimiz juda ko'p. Juda xudo xolasa hali yangiliklarimiz, ishlarimiz juda ham ko'p bo'ladi. Bunda mahkam turib, birga xuddi shunday uyushqoqlik bilan hammamizni haligi tizimdan uzoqlashmagan holatda hammamizga bir omad yili kelsin. 2024-yil mana birinchi bayramimizdan boshladik. Hamma erkaklarimizda ham haligi yuzda shiddat turibdi. Chiroyli qilib boshlashni nasib qilsin va eng asosiysi doimiy gapimiz tizimimizga ko'z tegmasin. Rahmat.